Ana shunaqa videolarimizni ko'ryapmiz. Ada-pada qilishmaganda, lutchi o'sha Andijonga borib, shu problemalarni rishat qillaring. O'zlaringcha Toshkent shevasida adem bo'laman, qilyapsan, etyapsan, qilmasdan o'zligingni unutmalaring. O'zlaring shevenda gapirlaring. Sizlarga sovet bu. Namanganlimisan? Не надо через internet publikaga играть qilib, problema rishat ko'rib, internetda ham hamma odam bizib tashiyman, chochib tashiyman deb lopma-lop kelganda duxlaringga o'tirib qolishasanlar. Undan ko'ra lutchi o'zlaringni shevenda gapirib, Andijonga borib, kim o'sha gapni aytgan o'sha odamni topib, keyin rishat qilib через internet нафиг не надо нам. Voy ma'mur. Bitta Toshkentdan bitta qanjiq chiqibdi-ku. Uni ham onasini ko'rib qo'yasanmi? Vor zakonsan-ku. Bu anjolilar hammasini onasini ko'rib chiqqan bola-ku bu. Ash Pirvolda o'tiradi. Hamma andijonliklarning onasini ko'rib chiqqan. Ana betonkadagi posti hamma mentlardan so'rasalaring aytib beradi-ku ma'mur. Bu vor zakon. Anjolilar hammasini onasini ko'rib qo'ygan bola. Xo'g'aysan seni ham o qanjiq Mamaroza. Sendan so'rab turib Toshkent shevasi yoki Xorazm shevasi yoki Buxoro shevasi, xohlasa Andijon shevasi, xohlasa Namangan shevasi gapiradi. Sendan so'ramaydi-ku. Onangizga jalab deb turib, ertalabda salla turasanlar, onangizga jalab deb yurasanlar. Men u gapni gapira olmasimmi bu ham? Qiziqarkan endi ma'mur, bunga положено, любой narsa положено. Sen onangga kerak bo'lsa o'zi bir qo'ylab topib oladi. Bunga gapirishdan oldin sal o'ylash kerak edi. Ma'mur, bu hali bu videoni ko'rmagan bo'lsa kerak ma'mur. Onani gullatib, binafsha gullakka ochib qo'ydi.